O'zbek blogeri Zebo Rahimova video uchun jarimaga tortildi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. O'zbekistonlik bloger Zebo Rahimova yovvoyi hayvonlar ishtirok etgan Hayvonot bog'i kelini nomli videoni nashr etgani uchun jarimaga tortildi. Bu haqda u Instagramda hamkasblarini bunday suratga olish xavfi haqida ogohlantirgan. Qiz qoidalar o'zgarganini va endi bunday videolar taqiqlanganini tushuntirdi. Menimcha ikkinchi qism chiqmaydi. Ma'lum bo'lishicha, bu yildan beri yovvoyi hayvonlar bilan bu mumkin emas, ilgari mumkin edi. Menga bu qanchalik xavfli ekanligini tushuntirishdi. Agar men buni yana bir bor olib tashlasam, 9 million jarimaga tortiladi. Agar kimdir jarohat olsa, 24 million jarimaga tortiladi, dedi Zebo. Murojaatning oxirida Rahimova hamkasblarini ehtiyot bo'lishga va xatolarini takrorlamaslikka chaqirdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Zebo Rahimova muxlislari videoga like bosishni unutmang.